Charchab ketdimasa. Voy qanaqa yaxshiman. Voy qanaqa yaxshiman Qara sana. manzarani qara. Aytdi, oqim qayerdan paydo bo'lib qopti? Bilmayman. Qalay havo zo'r-a? Yaxshi. Ana u yoqdan kelib qoldi, oppoq. Qani? Aytdi. Ha, bilmayman. Oldin yo'q edi. Yaxshi. Bugun erta turib sariq his keldi. Yo'q. Eshitdimi ovozni? Qanaqadir eshita qiladi. Yur eshik bor. Hozir voy. Ketdik. Voy. Aytdir, namcha shuncha. Danga suv qoldimi? Danga suv qoldim. Ay bo'ldi. Voy, ketdik. Kim yo'q? G'alati, Mayli, seni bilmadim, men tepa qabatda qolaman. Haligi bizning ikkinchi yangi uyimiz bor-ku, yangi qurdik. O'shunda uxlaymiz, o'tda. Eshik bor tepada. Mana uyimga mana uyim ikkinchi qavtiga kel. Mana uyim ikkinchi qavatini chiqqan, ikkita karavot bor. Qoching? Qoching? Qoching. Eshik yonida turibsiz. Eshik yonida tur. Chiq. Chetamisiz? Bu xilay emas. Mana qilib quroliga. Qayda o'tib qoldi? Sandiq. Qanaqa bor ekan, qara qo'limda. O'qi degan. Ha, o'zim o'qi. Mana shu o'qishda. O'qi. So'qi endi yo'q. Biz uni o'g'irlab ketdik. Uni topmoqchi bo'lsak, oq uyga bor. Hadi, nima bu? Ne ishi ochiq? Yopdim-ku men eshikni. Endi bekitib topishim kerak. O'q. Ashu o'q. Opa. Nima bu? Opa. Do'stim, yordam ber. Meni qanaqadir o'g'irlab qolib ketishdi. Tamam. Yopiq. Yaxshi banda kirka bor. Rahmat do'stim, Abdushi. Men qizig'i, senga savob. Qanaqa? Men senga savob senga pazarga. Pazargani o'g'irladim, o'g'irlaganimni. Yo'q. Mana seni qamoqqa qo'ydim. Endi sen mana shu yerda turasan, tushunarlimi? Aytgancha meni o'g'lim endi o'zbekka o'xshashini. Chunki men parallel olamdan kelganman. Chiqolmaysan bu yerdan yoki qo'shga shuncha demayman, yo'q. Shu yerda qolasan deb turibman. Bermadim senga. Sana bo'ldi. Ovozim o'xshashi mumkin. Chunki men parallel olamdan kelganman va meni ovozim Elnurbekovga juda ham o'xshaydi. Elnurbekni o'zim seni qutqargani keldim. Endi sen endi shu yerda turasan. Bitta narsa aytaman. Lekin bu juda ham yomon. Biz Elnurbek bilan birga ishlaymiz. Yo'q, man ashitda qolaman. Do'stim. Ha? Do'stim. Sen aldoqchi.
emasman. Sen aldaqsanman. Men umuman almoqchi emasman. Men seni do'stingman. Aytib, sen bilan ishlaysandir. Yo'q, men ishlamadim. Yolg'on gapiryapti. Yo'q, bu yolg'on gapiryapti. Ishonmaydi. Bitta narsa ko'rsataymi? Nima? Hozir. Qarab tur, yaxshilab qara. Seni do'sting sotgan bo'lib chiqdi. Men shu yerda butun mana shu yerda. Keyin yaxshi chiqsa yo'q. Seriya tugadi. Men ashitib qolaman. Kimsan? Ronaldo, tanimaysanmi? Ronaldo bitta nima qiladi? Shunchaki aylanib yuruvdim, bitta ikkita bolani uyib bor ekan. Qarasam Cristiano Ronaldoni muxlisi ekan. Sen Barsamasmisan? Yo'q. Realmisan? Real bo'lmaganda hozir qilishni olib, mayli. Meni kimligimni taniysanmi? Ko'p pul oladi. Ko'p pul oladi? Senga ham ulashaman, mana. Rahmat. Nimaga bitta o'tiribsan, bitta o'zing Mana o'tag'im Kia brendi nimasida ishlar ekan. Kompaniyasida. Men bu yoqqa kelishimning sababi mana bu kitob o'qib qoldim, keyin hozir. Mana bu kitobni o'qib qoldim. Bu kitob menimcha sen tanishing kerak bu kitobni. Mana shu kitobni o'qib qoldim, keyin qayerdandir kelib qoldim oldinga bular. Uydan keyin podvalda desa. Ha. Men seni qutqardim kerak. Rahmat. To'xta. Biz ikkalamiz haligi Xarabrin bilan Elnurni birga mag'lub etishni xohlaysanmi? Biz hozir bitta jamoa ochamiz. Senda almazlar bor, to'g'rimi? Mana narsalarni hammasini olib ketgan. Ha, men senga esa yangi narsa beraman. Va mana qiliching. Mana boltam, qaytasida mana boltam. Bu seni boltang emas, lyuks kopiyasi. Kopiya. Va senga mana bitta podarka. Totem sovg'a qilaman. Rahmat. Bu narsalar Elnurbekni mag'lub etish uchun, tushunsanmi? Men bu yerda. Men ketaman. Elnurbek esa tepada bo'ladi. Ya'ni o'zini ikkinchi qavatida. Va seni planing shuki, uxlayotganda o'ldirishing kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Men ketdim. Qanaqadir bazaga tushdim men. Shebindi bazasi shekilli. Eshik yopiq ekan. Bir mana bu vaqtlarimiz keyin hoppa eshik buzildi. Eshikni qo'yamiz. Oy. Eshik shekilli. Ha. Mashitamu. İkinci qavatda tekshiramiz. Eshik ochiq. Sen beni öldüre olaman değil mi dedin? Beni öldüre olamaysan, ben Ruslan. Gel men xohlagan paytda tirilib oldinga kelishim mumkin. Axir men Xarabrinni kuchini o'g'irlaganman. Seningcha internetda Xarabrinni o'ldirib bo'ladi degan maqola bormi? Albatta yo'q. Meni hech qachon hech kim o'ldira olmaydi. Chunki men hozir bir deganda yo'q bo'lib qolishim mumkin. Senga. Og'ridi. 1, 2, 3. O'lding-ku. Qanday paydo bo'lding? Aytdim-ku senga har doim 1000 marta o'ldirsang ham foyda bo'laveradi. Stop, menga tegma, baribir kuching chiqamaydi. Senga aytadigan gapim bor. Qanaqa? Sen meni o'ldirishga qancha ko'p o'ldirishga harakat qilsang, shuncha qancha qilding? sen
Endi men seni qo'rqitishim ham mumkin. Qayerga ketyapsan? Kech qavatga chiq. Kech qavatga chiq. Mana mulk bo'lalaman. Men seni ko'rib turibman. Qayerdasan? Mana bu yerda. Oy. Sen meni ko'rmayapsanmi? Shu. Mana yerda-chi. To'xta. Qayerda bu? Mana bu yerda. Ey. Men foyda bo'la olaman. Men seni o'ldirishim ham mumkin. Yordam. Mendan qochib qutura olmaysan. Eshik. Yordam. Ikkinchi etash. To'xta, seni o'ldirmayman. Yuguraversang o'ldiraman. To'xta. Bu tatemni senga kim bergandi? Men bilaman. Kim? Cristiano Ronaldo. Mening ikkinchi maqsadim Cristiano Ronaldoni o'ldirish. No. Lekin albatta o'ldira olmayman. Axir u tezlik va futbolda juda ham yaxshi o'ynashini hamma biladi. Lekin seni bugun oxirgi kuning. No, yordam. Qochib qol mendan. Qochib qol. Och eshikni. Ano. Eshik. Yordam ber. Sekret bazamga ketishim kerakman. Mana yerda sekret bazam bor. Yukni yopish kerak. Ana jura. Bitta patam bor edi mana. Yordam. Ochiq. Qartalik seni qutqara olmaydi. Hayır. Qanaqa xayr oling nimaga? Yordam.